Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli tinglovchilar. Yana siz bilan ijtimoiy tarmoqlarda yo'lga qo'yilgan tabrik loyihasidan sevimli boshlovchingiz Baxt bilan birgasiz. Bugun yana bir bor qalblarga quvonch ulashamiz, samimiy so'zlar ila dillarga yo'l topamiz. Har bir tabrik mehrdan yozilgan bir maktubdir. Har bir tilak qalbdan chiqqan eng pok tuyg'u. Biz bilan birga bo'ling, quvonchlarga sherik bo'ling. Dil so'zlaringiz sizni ilhomga chorlasin. Yaxshi kayfiyat, samimiy lahzalar barchasi siz uchun. Bizdan uzoqlashmang. Hali oldinda eng go'zal tilaklar, eng samimiy tabriklar sizni kutmoqda. Assalomu alaykum, Tursunay opa, yaxshimisiz? Yana bir marta bezovta qildim, uzr so'rayman. Rahmat. Bor bo'ling, salomat bo'ling. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Kayfiyatlaringizga yanada yaxshi kayfiyat tilayman. Rahmat. Hammasiga arziysiz. Mehmonlar kutyapsizmi? Ayni damda siz bilan tabrik loyihasi jamoasi aloqada. Yana sizni biroz bezovta qilgan bo'lsam uzr so'rayman, ammo bu safar ham siz uchun yoqimli sabab bor. Sizning tug'ilgan kuningiz munosabati bilan yana bizga murojaat qilishdi. Bu safar tabrik kimning nomidan deb o'ylaysiz? Taxminlaringiz bormi? Yana sizni qiynayman. Qiynalmayman men. Bu safar tabrik kimdan? Roza. Topdingiz. Sport o'ynagan edingiz va sportda siz g'olib bo'ldingiz. Yutqazing endi. Bugun kelasan bir to'g'ri. Sizni tug'ilgan kuningizga boramiz, xudo xolasa. Va surprizlarimiz va bunga alohida nimalarimiz bo'ladi siz uchun. Yutqizganim uchun va'da qilaman. Mana zapis ham yozib olinmoqda. To'g'ri qizingiz sizni juda ham yaxshi ko'radigan, tilidan ham, dilidan ham chirmaydigan qizingiz Ro'zaxon opa, kuyov bolangiz Siroj aka, qizi Nilufar, o'g'li Oxunjon, Sumayaxonlar nomidan edi. Rahmat. Hammasiga arziysiz. Sizning qalbingizni yanada quvontirish niyatda, yuraklarining eng chuqur iliq joyida sizga atab yana bir samimiy tabrik yo'llashgan. Uni sizga o'qib eshittirsam, eshitishga tayyormisiz? Tayyorman. Assalomu alaykum, mehribonim. Sizni tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Siz men uchun nafaqat menga, balki mehribon onasiz, dardkash va doimo qo'llab-quvvatlab turadigan yaqin insonimsiz. Sizning borligingiz hayotimizga iliqlik, fayz va quvonch bag'ishlaydi. Har doim kulib yuring, chunki sizning tabassumingiz atrofdagilarga quvonch ulashadi. Sizni Alloh har doim barakatorlardan asrasin. Sog'ligingizni mustahkam, umr yo'lingizni esa ravshan qilsin. Yangi yoshingiz sizga yangi orzular, yangi quvonchlar olib kelsin. Har bir niyatingiz ijobat bo'lib, qalbingiz xotirjamlikka doim to'lib yursin. Oilangiz bilan baxtli, farovon, fayzli hayot kechirish nasib etsin. Turmush o'rtog'ingiz baxtli hayot kechiring, farzandlaringizni baxti kamolini ko'ring. Sizga bo'lgan hurmatim va mehrim cheksiz, yaxshi kunlarning yanada ko'proq bo'lishini tilab qolgan holatda yo'llashdi buni. Rahmat. Rahmat aytganingiz suhbatimiz esdalik uchun yozib olinmoqda. Tursunay opa, sizning ham qalbingizning eng chuqur joylaridan chiqqan so'zlaringiz, tilaklaringiz bormi? Bemalol aytishingiz mumkin. Rahmat, Roza qizim, meni kechirib qo'ysin. Qo'shiqlarimga qo'shiqlar qo'ysin. Farzandlaring baxti kamol ko'raysan. Qiyoliqlarni ko'rib, mendan keladi, o'tirg'aysan. Rahmat, meni sevasan, xudo seni sevasin. Rahmat qizim. Ilohim. Tursunay opa, men bu nimada yutqazdim va bizni tabrik loyihamizga siz zakaz beradigan bo'lsangiz bizdan 2 barobar bepul foydalanish hisob
javobini oldingiz. Ya'ni men sizga yutqazdim va sportda siz g'olib bo'ldingiz. Bo'pti. Yaqin kunlarda xudo xolasa. Bo'lding. Bemalol menga qo'ng'iroq qilib aytishingiz mumkin. Mana zapis ham yozib olinmoqda. Yana bir marta tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman chin qalbimdan. Yuqoridagi samimiy va mehrga to'la tilaklar biz ham qo'shilgan holda sizga eng ezgu duolarimizni yo'llaymiz. Ilohim hayotingiz har doim quvonchli lahzalarga boy bo'lsin. Qalbingizda xotirjamlik, yuzingizdan esa tabassum arimasin. Sizni yaxshi ko'radigan insonlar doimo yoningizda bo'lib, sizni qadrlab, e'zozlab yashashni nasib etsin. Tavallud ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Rahmat. Hammasiga aziz. Salomat bo'ling, tug'ilgan kuningizni yaxshi o'tkazing. Rahmat qizim, ishlaringga omad. Xudoyim baxtli qilib qo'ysin. Amin, amin. Salomat yurgaysan. Ishlaring rivojlansin xudoyim. Bundan ham baland martabalarga erishgaysan. Amin, amin. Aytganingiz kelsin. Salomat bo'ling. Rahmat. Keldik yaqinlar bugun, tavallud kuningiz muborak. Aytib tilaklar bugun, tavallud kuningiz muborak. Yaxshiliklar nasib qilsin siz uchun, Alloh uzoq umr bersin siz uchun. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Bu kun didorga bir bahona, sof ko'ngillarga to'ldi bu koshona. Shukrona kun bugun bo'lsin shohona, tavallud kuningiz muborak. Shukrona kun bugun bo'lsin shohona.